Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Moskvadan O'zbekistonga chiqadigan bugungi ikkala avtobusimizni ham Passatga qo'yib qo'ydik. Ikkita avtobusga baravar yo'lovchilarimiz chiqib joylashyapti vatandoshlar. Sankt-Peterburg Toshkent, Sankt-Peterburg Samarqand, Moskva Toshkent, Moskva Samarqand yo'nalishida reyslarimiz qatnashida davom etyapti. Bugungi shu transportlarimiz chiqadi vatandoshlar. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, ichlarini ham qisqachagina obzor qilib beramiz. Transportimizni bagajlar olib ketish har bir yo'lovchiga ikkitadan sumka bepul bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek bagajlarning kengligi yaxshi. Bez dokumentlarga ham qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketiladi. Avtobus ichida yo'lda zarur bo'ladigan hamma jihozlar bor. Yo'lovchilarimiz reysga ketish vaqtini kutib turishibdi. Qalay ketyapsizlar akalar? Yaxshi ketyapsizlar? Joylashuv oldilarmi aka? Har bir yo'lovchiga shunaqangi ko'rinib turgan bagajlardan ikkitadan bepul bo'ladi doimgidek. Ichki holatlari ham pokiza, luks, komfort avtobuslar. Assalomu alaykum. Rusholar qo'yiladigan joylar bor. Har bir yo'lovchiga alohida kichkinagina podnos. Yurganda havo spitsi, konditsioneri ham ishlaydi. Orqada oldida monitor, GPS, kamera, hamma jihozlar bor. Yaxshi joylashuv oldilarmi akalar? Assalomu alaykum. Ma'qulmi avtobus aka sizga ham? Yaxshi yetib olinglar. Kanalga podpiska bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar. Har kuni chiqib turgan reyslar haqida to'liq ma'lumotlar qo'yib joylab boramiz.